2026 yilgi Chevrolet Impala modeli zamonaviy dizayn, ilg'or texnologiyalar va kuchli ishlashni birlashtirgan holda qayta taqdim etilmoqda. Bu avtomobil klassik Impala an'analarini saqlab qolgan holda, bugungi kundagi haydovchilar ehtiyojlariga mos ravishda yangilangan. Tashqi ko'rinishda yanada agressiv va oqimli chiziqlar, keng radiator panjarasi, LED old va orqa chiroqlar hamda aerodinamik shakl avtomobilga premium va sportona ruh bag'ishlaydi. 2026 Impala yo'lda darhol e'tiborni tortadi va katta sedanlar segmentida o'ziga xos o'rin egallaydi. Salon ichki qismi yuqori sifatli materiallar bilan bezatilgan bo'lib, haydovchi va yo'lovchilar uchun maksimal qulaylikni ta'minlaydi. Keng o'rindiqlar, yumshoq charm qoplamalar, yog'och va alyuminiy elementlar avtomobil ichida hashamatli muhit yaratadi. Old panel markazida katta sensorli ekran joylashgan bo'lib, u multimedia, navigatsiya va avtomobil sozlamalarni boshqarishga xizmat qiladi. Raqamli asboblar paneli haydovchiga barcha muhim ma'lumotlarni aniq va ravshan ko'rsatadi. Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlanishi tufayli smartfon bilan tez va oson ulanish mumkin. 2026 Chevrolet Impala texnik jihatdan ham kuchli imkoniyatlarga ega. Dvigatel variantlari orasida tejamkor turbo 4 silindrli dvigatel hamda kuchli va 6 benzinli dvigatel taklif qilinishi kutilmoqda. Bu dvigatellar silliq tezlanish, barqaror harakat va yoqilg'i sarfining maqbul darajasini ta'minlaydi. Avtomatik uzatmalar qutisi tez va sezgir ishlaydi. Shuningdek, yo'l sharoitiga moslashuvchi haydash rejimlari mavjud bo'lib, shahar va magistral yo'llarda qulay boshqaruvni ta'minlaydi. Xavfsizlik masalasida ham yangi Impala yuqori darajada jihozlangan. Avtomobilga ilg'or haydovchiga yordam beruvchi tizimlar o'rnatilgan bo'lib, ular orasida adaptiv kruz nazorati, to'qnashuvdan oldin ogohlantirish, avtomatik favqulodda tormozlash, kor nuqtani kuzatish va yo'l bo'ylab harakatni ushlab turish funksiyalari mavjud. Bu tizimlar nafaqat haydashni osonlashtiradi,